12-asr oxirida dunyo katta o'zgarishga tayyorlanayotgan edi. Nafaqat musulmonlar tarixida, balki yer kurrasi tarixida o'ta muhim hodisalar ro'y berdi. Ya'ni yer yuzida yangi, dahshatli va mudhish bir kuch yuzaga keldi. Va bu kuch ta'sirida dunyoda va alal-xusus islom mintaqalarida katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Buni fahmlash uchun o'sha zamonda yer yuzida o'z ta'sirini o'tkaza oladigan qanday kuchlar borligiga nazar solishimiz kerak bo'ladi. O'sha zamonda yer kurrasida ikkita asosiy va hukmron kuchlar bor edi. Ularning birinchisi musulmonlar bo'lsa, ikkinchisi salibchilar edi. O'sha vaqtda yer yuzidagi ikkinchi kuch sohibi salibchilar edi. U paytda ularning markazi G'arbiy Yevropa bo'lib, u yerlarda ularning ko'plab qal'a va qo'rg'onlari bor edi. Bu davrda g'arblik salibchilar musulmonlar bilan tinimsiz janglar olib borishardi. Ingliz, frank, fransuz, olmon va italyan nasroniylari Misr va Shomga qarshi mashhur salib yurishini qilishar. Ispan, Portugal va fransuz nasroniylari Andalusdagi musulmonlarga qarshi ko'plab janglar uyushtirishardi. Bulardan tashqari sharqda ildiz otgan salibchi guruhlar mavjud edi. Ular bilan musulmonlar orasida janglar hech to'xtamasdi. Sharqiy Rum davlati, boshqacha qilib aytganda Vizantiya davlati, bu salibchi guruhlarning mashhurlaridan bo'lib, Sharqiy Yevropaga hukmron edi. Bu davlat musulmon Anadoluning g'arb tomonida joylashgan edi. Vizantiya davlati islom davlati bilan tarixlar osha achchiq urushlar qilib kelgan, lekin ayni vaqtda zaif holatga tushgani sabab musulmonlar yerlariga kirishga toqati yo'q edi. Salib guruhlaridan yana biri Armanlar davlati bo'lib, Anadoluning sharqida joylashgan edi. Anadolu mintaqasidagi Saljuqiylar bilan muntazam janglar olib borishardi. Salib guruhlaridan yana biri Gurj mamlakati, hozirgi Gurjiston, Gruziya davlati bo'lib, u yerda mahalliy vasaniylar, ya'ni butparastlar bo'lsa ham hukumat nasroniylar qo'lida edi. Ular musulmonlarga qarshi muntazam urush olib borardilar. Salibchilar ichida o'zlari oz bo'lishiga qaramasdan juda xatarli sanalgan guruhlari ham bor edi. Sababi ular islom olamining hozirgi Turkiya, Falastin, Lubnon va Suriya davlatlarining ichida joylashgani edi. Milodiy 1098-yildan beri islom olami ichida bosh ko'tarib kelayotgan bu salib amirliklarining mashhurlari Antokiya, Akka, Torablus, Bayrut va boshqa amirliklar edi. O'sha vaqtda musulmonlarning hududi taqriban dunyoning yarmiga teng kelardi. Islom mamlakatlarining chegarasi sharqdan Xitoydan boshlanib, Osiyoni o'z ichiga olgan Afrikaning bir qancha o'lkalargacha, g'arbdan Andalus va Yevropagacha yetgan edi. Hudud nihoyat katta, lekin o'sha davrda islom olamining ahvoli maydonining kengligi, aholisining ko'pligi, moliyaviy, qurol aslaha, ilm-ma'rifat jihatdan bo'lgan imkoniyatlari keng bo'lishiga qaramay, o'ta ayanchli bir holatda edi. Chunki musulmonlar ichida avjiga chiqqan fitnalar, bo'linishlar yuzaga kelgan, katta islom shaharlarining siyosiy ahvoli keskin yomonlashgan edi. O'sha paytda islom olami ko'plab mamlakatlarga bo'linib ketgandi. Sharqdan Liviyadan boshlanib, g'arbdan Mag'ribgacha, shimoldan Andalusdan boshlanib, janubdan Afrikaning o'rtasigacha hukm surgan muvahhidlar davlati bo'lib, milodiy 1212-yilda bo'lib o'tgan Al-Iqob jangida muvahhidlar mag'lub bo'lganlaridan so'ng ularning ishi orqaga ketib zaiflashib bordi. Misr, Suriya va Hijozda 1171-yil Salohiddin Ayyubiy tomonidan asos solingan, salibchilarga qarshi muvaffaqiyatli urushlar olib borgan Ayyubiylar davlati hukm surayotgandi. Lekin bu mintaqadagi hokimlar bu buyuk inson kabi bo'la olmadilar. Taxt talashishdi va butun bir Ayyubiylar davlatini kichik amirliklarga bo'lib olishdi. Shom Misrdan, Hijoz Yamandan ajraldi.
mustaqil bo'ldi. Hatto Shomning o'zi bir necha amirliklarga bo'linib ketdi. Bag'dodda esa Abbosiylar xalifaligi kundan kunga zaiflashib borayotgandi. Faqatgina Iroqning markazi va atrofigagina hukm o'tardi. O'sha zamonda Abbosiylar xilofotining faqat nomi qolgan bo'lib, hozirgi kundagi Britaniya qirolligi kabi Abbosiylar xilofotining ham faqat tarixiy ramzigina qolgan edi. Iroqda Abbosiylar xilofotida Bani Abbosdan bo'lgan xalifalar birin-ketin almashib, xalifa degan sharafli ismga ega bo'lib kelar, lekin o'sha paytlar xohlasalar ham bu buyuk ismga hech ham loyiq emasdilar. Chunki ularning butun dardi hayollari dunyo to'plash, o'zlarining chegaralangan hududlarida sultonliklarni mustahkamlashdan iborat edi. Shuningdek, ular mol dunyo jamg'arishga, tonggacha cho'ziladigan bazmu jamshid, tantanalar qilishga, kuy, musiqa, cholg'u asboblarni tinglashga hirs qo'ygan edilar. O'sha kundagi hokimlarning ahvoli islom ummatining hokimiga yarashadigan hayot u yoqda tursin, avomdan bo'lgan oddiy musulmonlarning sog'lom hayot tarziga ham to'g'ri kelmasdi. Xalifaning na haybati va na izzati qolgandi. Anadolu mintaqasida Saljuqiylarning oxirgi davlati bo'lmish Anadolu Saljuqiylar davlatining Vizantiya bilan kurashi davom etayotgandi. Ushbu musulmon turk davlati moziyda buyuk tarix va katta janglar sohiblaridir. Alp Arslan qo'mondon bo'lgan davrlarda ancha quvvatli bo'lgan. Bu mintaqa Sharqiy Rum imperatorligi, boshqacha qilib aytganda, Vizantiya imperatorligi bilan yonma-yon joylashgani sabab juda xatarli va ta'sir doirasi kuchli bo'lib, Alp Arslondan keyin, ayniqsa 12-asr oxiriga kelib, o'ta zaif va xor holatga tushgandi. Bu davrda boshqa musulmon davlatlariga nisbatan juda katta maydonga egalik qilgan, taqriban islom olamining butun sharqiy qismi, ya'ni Xorazm, Xuroson va Eronning deyarli butun qismini o'z ichiga olgan va Mo'g'ollarga qarshi eng og'ir janglarni olib borgan Xorazmshohlar imperiyasi ham hukmronlik qilardi. Alovuddin Tekshi davrida imperiyaning eng kuchli davrlaridan biri bo'lgan. Afg'oniston, Pokiston va Hindistonning bir qismi o'sha paytda musulmon g'uriylar davlati qo'l ostida edi. Ular Xorazmshohlar davlati bilan muntazam jang qilib turardi. Bu mintaqa haqiqatdan juda beqaror va betartib mintaqa edi. Mulohaza qilsak, o'sha zamonda musulmonlar o'rtasida fitna-fasod juda keng tarqalgan, jangu jadal avjiga chiqqan, gunoh va ma'siyatlar ko'paygan va musulmonlar dunyoga sho'ng'igan edilar. Bu o'sha davrda yer kurrasidagi birinchi kuch, musulmonlarning kuchi edi. Lekin uzun tarix davomida musulmonlar ega bo'lib kelgan bu kuch o'sha davrga kelib yemirilish, parchalanish va tarqalishga yuz tutgandi. Bundan tashqari o'sha davrda Hindistonning qolgan qismi turli xil Hind qirolliklariga bo'linib ketgandi. Sharqiy Turkiston, Ili va Chu vodiysi, Yetsu va O'rta Osiyoda Mo'g'ul irqi va Xitoy madaniyatiga mansub Qora Xitoylar davlati mavjud edi. Tarimning shimoli sharqida, Turfondan Kuchagacha cho'zilgan hududda buddist va nestorianizm madaniyatiga mansub, madaniyatli va o'troq Uyg'ur turklar yashagan. Xitoyning janubida poytaxti Hangzhou bo'lmish Sun imperiyasi, Shimoliy Xitoyda poytaxti Pekin bo'lgan Tsin imperiyasi va Xitoyning shimol-g'arbiy qismida hozirgi Artos va Kansu hududida joylashgan Sisiya qirolligi hukm surayotgandi. Ushbu tartibsizliklar orasida biz ko'p gapirmaganimiz ko'chmanchi qabila bir necha yuz yil ichida sodir bo'ladigan o'zgarishlarning sababchisiga aylandi. Yer yuzidagi o'lchovni butkul o'zgartirib yuborgan yangi, uchinchi kuch dunyoga kelayotgandi. Bular kelajakda dunyo xaritasini tamoman o'zgartirib, yer kurrasida uchinchi kuch degan nomni, balki 13-asr boshlarida olamda yakka hukmron degan nomni so'zsiz qozongan bu kuch Chingizxon boshchiligidagi dunyoning eng katta imperiyalaridan biriga asos solgan Mo'g'ullardir.
O'sha vaqtda ushbu mintaqadagi eng kuchli qo'shinga ega bo'lgan Naymanlar Mo'g'ollarning g'arbida joylashgandi. Naymanlarning shimolida qirg'izlar, Baykal ko'lining g'arbida oyrotlar va buryatlar, Baykal ko'lining janubi va shimolida Bayot va Barga qabilalari yashar edilar. Keroitlar Kerulen daryolarining yuqori oqimlari, Tuul va O'rxon daryosi bo'ylarida yashar edilar. Keroitlarning shimolida merkitlar, Kerulen daryosining janubida tatarlar yashardilar. Shimoliy Xitoyda hukmronlik qilayotgan Tsin sulolasi Mo'g'ollar hokimiyatini sindirish maqsadida tatarlar bilan ittifoq tuzdi. Ularning qo'shma lashkarlari birlashib, Mo'g'ollar yurtiga yurish boshladilar. Ular Mo'g'ollarni mag'lub etdilar. Tsin sulolasi va tatarlar tomonidan tor-mor etilgan Mo'g'ollar bir muddat tartibsizlik ichida tarqalib, qabila va urug'lardan iborat tarqoqlik hukm sura boshladi. Tsin sulolasi va tatarlar hujumidan so'ng Mo'g'ol qabilalari tarqoqlikka yuz tutdi. Qabila va urug'lar bo'lib yashayotgan Mo'g'ollar orasida Qiyotlarning Borjigin urug'i yetakchisi, Qobulxonning nabirasi Barton Bahodir o'g'li Yasugay Bahodir o'z xalqini birlashtirish yo'lida jon-jahdi bilan harakat qildi. Keroitlar o'rtasidagi taxt uchun kurashda Yasugay Bahodir To'g'rulni uning amakisi Gurxonga qarshi qo'llab-quvvatladi. Bu ittifoq Yasugay Bahodir va To'g'rul o'rtasida qasam ichilgan birodarlikka aylandi. Yillar o'tib, aynan shu birodarlik Yasugay Bahodirning o'g'li Chingizxonga bebaho do'stlik va ittifoqni olib kelgandi. Rivoyatlarga ko'ra, bir kuni Yasugay Bahodir Anon daryosi sohilida ov qilayotgandi. Shu vaqtda u daryo bo'yida Qo'ng'irotlarning Olxonut qabilasidan bo'lgan bir qizni olib ketayotgan merkitlikka duch keldi. Yasugay Bahodir merkit qabilasiga endi kelin bo'lib tushgan Oylun ismli chiroyli qizni ko'rdi va bir ko'rishda uni yaxshi ko'rib qoldi. Yasugay ikki ukasi yordami bilan ushbu qizni olib qochib, unga uylandi. Mo'g'ol urf-odatlariga ko'ra, qiz bola nikohlangan bo'lsa ham olib qochib uylanish mumkin edi. Yasugay Bahodir tatarlar ustidan g'alaba qozonib, ularning xoni Temuchin ukani asirga oldi. O'sha vaqtda uning xotini Oylundan bir o'g'il dunyoga keldi. Yasugay Bahodir atrofidagi ulug' ayonlar bilan kengashib, o'g'lining ismini Temuchin deb qo'ydi. Bunga sabab o'sha vaqtlarda tatar qabilalarining qudratli xonining ismi ham Temuchin edi. Chaqaloq aynan Temuchin uka asr holida olib kelinayotgan paytda tug'ilgani bois yangi tug'ilgan bolaga Temuchin deb ism berilgandi. Kelajakda Chingizxon unvonini oladigan bu chaqaloq tug'ilganida o'ng qo'lining kaftida bir pora uyushgan qon bilan tug'ildi. Mo'g'ol ulug'laridan biri bu o'g'lon ulug' podshoh bo'lur. Yer yuzining barchasini olur. Ko'p ellarni qatl va vayron qilur, deya kelajakda juda ko'p qon to'kishiga ishora ekanligini bashorat qildi. Temuchin 9 yoshga kirganda otasi Yasugay Bahodir uni uylantirish niyatida onasi Oylun mansub bo'lgan Qo'ng'irot qabilasi tomon yo'l oldi. Yasugay Bahodir o'g'li Temuchinni Qo'ng'irot yetakchisi Daysechenning qizi Bortega nikohladi. So'ng Temuchinni qaynotasi Daysechen qo'liga topshirib, o'zi uyga qaytish uchun yo'l oldi. Yasugay Bahodir uyga qaytar chog'ida yo'lda tatarlarga duch keldi. Suvsaganidan ularning yoniga bordi. Ammo tatarlar uni tanib qolishdi. O'tmishda qilgan talon-tarojlari uchun qasos olish niyatida
Ular uni yashirincha o'ldirishga qaror qilib zaharladilar. Yasugay o'zini yomon his qilgan holda yo'lga chiqdi. 3 kun o'tib uyiga yetib kelganida esa ahvoli yanada og'irlashgan edi. Yasugay Bahodir shu zaharlanish oqibatida vafot etdi. Mo'nglik ismli kishi Yasugay Bahodirning vasiyati bo'yicha Temuchinni olib kelish uchun Daysechin huzuriga bordi. Mo'nglik Temuchinni olib ortga qaytdi. Ammo Yasugay Bahodirning vafotidan so'ng qabiladoshlari Temuchin va uning oilasidan yuz o'girib, ularni tark etdilar. Temuchin onasi, 3 ukasi, bir singlisi va 2 o'gay aka-ukasi bilan yolg'iz qolgandi. Chorvaga ega bo'lmagani uchun ular go'sht yemay, sut ichmay, faqat daryoda baliq ovlab, o'rmonda yovvoyi meva va ildizlar terib kun kechirishardi. Temuchin go'daklikdan yigitlik yoshiga yetdi. Temuchin va o'gay akasi Bekter o'rtasidagi raqobat keskinlashdi va ov masalasidan kelib chiqqan janjaldan so'ng Temuchin ukasi Qasor bilan birga otasi Yesugayning boshqa xotindan tug'ilgan o'gay akasi Bekterni o'ldirdi. Bekter Oylunning o'z farzandi bo'lmasligiga qaramay, Tayjuyutlarga qarshi birlashish kerak bo'lgan paytda ular shunday harakat qilgani uchun Temuchindan juda g'azablandi. Tayjuyutlar ko'p o'tmay Temuchin qarorgohiga hujumga o'tdi. Ular 9 kunlik ta'qibdan so'ng Temuchinni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Tayjuyutlar sardori asir olgan Temuchinning bo'yniga it kabi yog'ochdan yasalgan tasma osib, uni qabilalar aro aylantirib ko'rsatdi. Tayjuyutlar Anon daryosi bo'yida ziyofat uyushtirdilar. Shu payt ular Temuchinni kuchsizroq bir kishiga topshirib qo'yishdi. Yig'in tugab, odamlar tarqalgach, Temuchin bo'ynidagi yog'och tasmadan qurol sifatida foydalangan holda o'sha zaif odamning boshiga qattiq urib, hushidan ketkazib, qochishga muvaffaq bo'ldi. Sorkan Shira va oilasi bo'ynidagi yog'och tasmadan ozod qilishdi va Temuchinni eson-omon qochib qutulguncha yashirib qo'ydilar. Sorkan Shira Temuchinni o'z hayoti va shu tarzda oilasini ham ortiqcha xavf ostiga qo'ymasligi uchun unga ovqat, bir ot hamda 2 o'q bilan bir kamon berib uyga jo'natdi. Temuchin keyinchalik Chingizxon maqomiga yetganida o'ziga yordam qo'lini cho'zganlarni hech qachon unutmagan. Ular orasida uni asirlikdan qutqargan Sorkan Shira va uning farzandlari ham bor edi. U minnatdorchilik ramzi sifatida uning o'g'illaridan birini lashkarboshilik martabasiga ko'targandi. Temuchin 9 yoshida otasi Yasugay Bahodir tomonidan nikohlangan Bortayni topish uchun qo'ng'irot yetakchisi Daysechenning yoniga borib, 7 yil avval qizi Bortay bilan nikohlanganini eslatdi. Daysechen Temuchinning Bortay uchun qaytib kelganini ko'rgach xursand bo'ldi va ularni er va xotin sifatida birlashtirdi. Daysechen qizini nikohlagach, ularni uylariga qaytishlariga ruxsat berdi. Temuchin Keroitxoni To'g'rulxonni ziyorat qilish uchun yo'lga chiqdi. Temuchin tug'ilishidan oldin otasi Yasugay Bahodir Keroitlar xoni To'g'rul bilan qardosh bo'lishga qasam ichgandilar. 3 aka-uka To'g'rulxonning yoniga borgach, Temuchin unga ilgari otam bilan do'st edingiz. Endi siz men uchun otam kabisiz. Men sizga to'y sovg'asi bo'lgan qora suvsar mo'ynasini olib keldim dedi. Juda xursand bo'lgan To'g'rulxon unga qora suvsar mo'ynasi evaziga sening tarqalib ketgan ulusingni yana birlashtiraman. Suvsar mo'ynasi evaziga sening parchalanib ketgan ulusingni yana tartibga keltiraman. Yonbosh qoringa, bo'yin ko'ksiga qanday bog'langan bo'lsa, bu ish, ahd ham shunday bo'lsin dedi.
Oradan ko'p vaqt o'tmay Merkit qabilasi Temujin qarorgohiga hujum qildi. Bu hujumda Temujin o'zini va qarorgohini zo'rg'a qutqarib qoldi. Ammo uning xotini Borte Merkitlar tomonidan asir olib ketildi. Shu tariqa Merkitlar Yasugay Bahodirning Oylunni olib qochganining qasosini uning o'g'li Temujinning xotini Borteni asirga olib ketish orqali olgan edilar. Bu voqeadan keyin Temujin kuchini mustahkamlash va xotini Borteni qutqarish uchun Keroitxoni To'g'rilxonning yoniga bordi. Temujin unga Merkitlarning 3 ta qabilasi qo'qqisdan hujum qilib, ayol va bolalarimizni o'g'irlab ketishdi. Men sizga, ey xon otam, ayol va bolalarimizni qutqaring deya iltimos qilib keldim dedi. Bu so'zlarga javoban To'g'rilxon: "O'tgan yili qora suvsar mo'ynasini kiydirganingizda men sizlarga qora suvsar mo'ynasi evaziga sening tarqalib ketgan ulusingni yana birlashtiraman deya aytmadimmi? Endi yana ushbu so'zlarimga qaytaman. Suvsar mo'ynasi evaziga butun Merkitlarni yo'q qilish kerak bo'lsa ham sening Borteyingni qutqaraman. Qora suvsar mo'ynasi evaziga butun Merkitlarni yakson etish lozim bo'lsa ham sening yoring Borteni qaytarib olib kelaylik dedi. To'g'rilxon Temujinga: "Sen kichik birodarimiz Jamuhaga xabar yubor. Bizning uchrashuv joyimiz va vaqtimizni Jamuha tayin etsin" dedi. Temujin To'g'rilxon huzuridan qaytib o'z yurtiga yetib kelgach, ukasi Qasor va o'gay ukasi Belgutoyni Jamuhaga elchi qilib yubordi. Ular Jamuha huzuriga borib, bo'lgan voqealardan uni xabardor qilishdi. Jamuha Temujinning boshiga tushganlarni o'ziga qilingan haqorat sifatida qabul qildi va To'g'rilxonga bergan va'dasining ustidan chiqishini aytib, quyidagi so'zlar bilan javob qaytardi. To'shaging bo'sh qolganini bilganimda qalbim og'ridi. Ko'ksingni yarmi parchalanganini eshitib, jigarim yondi. Qasosimiz uchun Uduit va Uvas Merkitlarni yo'q qilaylik. Bortayimizni qutqaraylik. Butun Kaat Merkitlarni ezaylik. Xotining Bortayini qaytarib olaylik. Bu so'zlar Merkit qabilasini butunlay yo'q qilinishi va urug'ini quritishga ishora edi. Merkitlarga qarshi urushga tayyorgarlik tezda yakunlandi. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Videolarimiz sifatli, tez va doimiy qo'yib borilishi uchun homiylik qilish orqali bizni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlang. Jamuha qo'shini bilan belgilangan joyga 3 kun avval yetib keldi. Temujin va To'g'rilxon boshchiligidagi Keroitlar qo'shini yetib kelgach, birlashgan qo'shin Merkitlar ustiga yurish qildi. Merkitlarga qo'qqisdan hujum qilindi. Qo'lga tushganlar qatl qilinib, ayovsiz qirib tashlandi va bu jangda juda ko'p merkitlik o'ldirildi. Ayollar va bolalar asir qilindi. Merkit qabilasi tarqalib ketdi va Temujin xotini Borteni qutqardi. Merkit qabilasi Borteni olib qochganining jazosini ortig'i bilan oldi. 300 dan ortiq merkitlik o'ldirildi. Asirga tushgan ayollar va bolalar olib ketildi. Bu g'alaba Temujinga juda katta obro'-e'tibor olib keldi. Bu davrning kutilmagan voqealaridan biri shuki, Merkitlar asirligidan qutulgan Temujinning rafiqasi Borte oradan ko'p vaqt o'tmay farzand ko'rganidir. Yangi tug'ilgan bolaga mehmon ma'nosini anglatadigan Joji ismini qo'yishdi. Temujin Jojining o'zidan yoki xotinini o'g'irlab ketgan merkitlardan biridan ekanini hech qachon tekshirishni xohlamagandi. Merkitlar ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng Temujin va Jamuha 1,5 yil davomida yonma-yon ko'chmanchi hayot kechirdilar.
Ammo undan keyin ikki yetakchining yo'llari ajraldi. Bu voqealardan so'ng Temujin 1186-yilga 1189-yil ham deb taxmin qilinadi. Qurultoy qarori bilan xon unvonini oldi. Temujin Kiroyitlar xoni To'g'rulxonga o'zini xon etib saylanganini bildirish uchun elchi yubordi. To'g'rulxon elchilarga "O'g'lim Temujinni xon qilganingiz juda to'g'ri qarordir. Siz mo'g'ullar qanday qilib xonsiz qolishingiz mumkin edi? Bu qaroringizni aslo buzmanglar. Bu kelishuvingizni aslo parchalamanglar. Yoqangizni yana yirtmanglar" deb javob yubordi. Bundan tashqari Temujin Jamuhaga ham elchi yubordi. Temujin elchisi yetib kelganida Jamuha shunday dedi: "Altan va Xucharga borib, shularni aytingiz. Altan va Xuchar, siz do'stim Temujinning biqinlarini turtib, qo'rg'alarni qitqilab, nima uchun ikkovimizning oramizga ayriliq soldingiz? Do'stimdan hali ayrilmagan chog'imda nima uchun do'stim Temujinni xon qilmadingiz? Endi uni qanday niyat bilan xon qilmoqdasizlar? Altan va Xuchar, bergan so'zingizga sodiq qolib, do'stimning ko'nglini tinchlantiringiz va do'stimga yaxshi do'stlik tilanglar." Jamuhaning so'zlari shulardan iborat edi. Bu voqealardan keyin Jamuhaning ukasi Taychar Temujin yerlarida bir poda ot o'g'irlashga uringanida o'ldirilgach, ularning munosabatlari buzilib, dushmanlikka aylandi. Jamuha qasos olish maqsadida 30 ming kishilik qo'shin to'pladi va Temujinning ustiga yurish qildi. Ular Dalan Baljud degan joyda to'qnashdilar va Temujin mustaqil qo'mondonlik qilgan birinchi jangida og'ir mag'lubiyatga uchradi. Temujin qochib qutuldi, ammo Jamuha sobiq do'stini jazolash uchun dahshatli vahshiyliklar ko'rsatdi. Aytishlaricha, u asirlarni 70 ta qozonda tiriklayin qaynatib o'ldirtirdi. Shuningdek, u Neuday va Chahan Uvaning boshlarini kesib, ot dumiga bog'latib sudratdi. Jamuhaning g'alabasiga qaramay, uning asirlarga nisbatan ko'rsatgan dahshatli vahshiyliklari sababli ittifoqchilari undan yuz o'girib, Temujinga qo'shildilar. Temujin esa shuncha xalq va shuncha ulus Jamuhadan ayrilib, o'z ixtiyori bilan keldi deb quvonardi. Bu davrda tatarlar Xitoyning chegara hududlarini talon-taroj qilib, xalqqa qo'rquv solayotgan edilar. 1198-yilda Shimoliy Xitoydagi Tsin sulolasi To'g'rulxon va Temujindan tatarlarga qarshi yordam so'radi. Temujin ham ota-bobolari bilan adovat qilgani va otasi Yasugay Bahodirni zaharlab o'ldirgani uchun tatarlardan nafratlanardi. Bu fursatdan foydalangan Temujin To'g'rulxon bilan birga tatarlarga qarshi yurish qildi. Ularning rahbarlari o'ldirildi. Mamlakati talon-taroj qilindi. Xitoylar tatarlarga qarshi butun g'alabani To'g'rulxonga bog'ladilar. Xitoy sarkardasi mo'g'ullarning o'ng o'laroq talaffuz qiladigan Van Vang, ya'ni podshoh unvonini berdi. Mana shunday qilib, To'g'rulxon O'ngxon unvonida qo'llana boshladi. Tatarlar, merkitlar, oyrotlar, naymanlar, tayjiyutlar va boshqa qabilalar Jamuhaga yaqinlashib, Temujinga qarshi birlashishga qaror qilishdi. 1201-yilda Jamuhani Gurxon unvoni bilan hukmdorlari deb e'lon qildilar. Buni eshitgan Temujin O'ngxonga xabar yubordi. O'ngxon bu xabarni olar-olmas darhol qo'shinini to'plab Temujinning yoniga keldi. Chingizxon va O'ngxon maslahatlashib, Jamuhaga qarshi jang qilishga qaror qildilar va yo'lga chiqishdi. Ikki qo'shin jang maydoniga yetib keldi. Ushbu jangda Oyrot va Nayman shamollari sabab bo'lgan yomg'irli bo'ronga qaramay, Temujin va O'ngxon qo'shini Jamuha qo'shinini tor-mor qilib, uni chekinishga majbur qildi. Temujin va O'ngxon g'alabani mustahkamlash uchun dushmanlarini ta'qib qildilar.
O'ngxon eski navkari Jamuxaning ortidan tushdi. Jamuxa uni ta'qib etayotgan O'ngxonga taslim bo'ldi. Jamuxa o'ldirilmaydigan darajada qadrli bo'lgani uchun O'ngxon unga rahm qildi va uni yana o'z navkari sifatida qabul qildi. Temuchin esa tayjutlarga qarshi ilk to'qnashuvda og'ir jarohat olishiga qaramay, Jelme tomonidan davolanganidan so'ng g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi. Temuchin tayjutlarning yetakchilarini o'ldirib, qolganlarni unga itoat qilishga majbur qildi va tarafdorlar orasiga tarqatdi. Temuchinning yoniga uni asirligidan qutqargan tayjutlardan Sorkan Shira keldi. Temuchin Sorkan Shira bilan suhbatidan so'ng uning otiga bir o'q kelib tegib, bo'yin suyagini parchalaganini aytib, bu o'qni tog' ortidan kim otdi deya so'radi. Bunga javoban Jirgoaday shunday dedi: "Bu o'qni tog' ortidan men otdim. Hozir xon meni o'ldirsa, mendan faqat bir hovuch iflos tuproq qoladi. Agar kechirilsam, xon oldida chuqur suvlardan o'tib, yorqin toshlarni sindirib, dushmanga qarab otilaman. Oldinga deb aytgan joyda moviy toshlarni sindirib, hujum qil deb aytgan joyda qora toshlarni parchalab, dushmanga hujum qilaman" deya javob berdi. Temuchin shunday buyurdi: "Dushman kabi harakat qilgan kishi o'ldirganini va dushmanligini yashiradi. So'zlaganida ichida saqlaydi. Lekin bu odam o'ldirganini va dushmanligini yashirmayapti. Buni shaxsan aytyapti. Bu do'st bo'lishga loyiq kimsadir. Uning ismi hozirgacha Jirgoada edi. Mening jang otim bo'lgan oq o'g'izli kulamning bo'ynini sindirgani sababli endi men uni Jebe deb atayman. Sen bilan birgalikda jang qilaylik. Jebe nomini olib, mening yonimda yur." O'q ma'nosini bildiruvchi Jebe nomi bilan tanilgan mohir jangchi Temuchinning eng mukammal va zo'r qo'mondonlaridan biriga aylanadi. Temuchin otasining qotillari, Mo'g'ollarning eski dushmani bo'lgan tatarlar bilan endi hisob-kitob qilishi mumkin edi. Temuchinga Jamuxa bilan bo'lgan jangda tatarlar uning tomonida turishi ularga ishonmaslik kerakligini ko'rsatgan edi. Temuchin tatar masalasini hal qilishga qaror qildi. Tatarlarga so'nggi zarbani berish uchun u 1202-yilda yana yurish boshladi. Temuchin harbiy yurishni yanada yaxshiroq boshqarish maqsadida shaxsiy talon-tarojlarni taqiqlagan edi. Temuchin tatarlarni mag'lub etdi va ularning yerlarini o'z sarhadlariga qo'shib oldi. Mag'lub etilgan tatarlar ommaviy ravishda qatl etildi. Qolganlari esa Mo'g'ol qabilalari orasiga tarqatib yuborildi. Temuchin buyrug'iga bo'ysunmay shaxsiy talon-taroj qilgan Altan, Xuchar va Daritayning qo'lga kiritgan o'ljalari qaytarib olindi. O'ngxon o'sha yili merkitlarga qarshi qilgan yurishidan so'ng qo'lga kiritgan o'ljadan Temuchinga bermagandi. Tatarlarning mag'lub etilishi ushbu mintaqada 3 ta harbiy kuchni qoldirdi. G'arbda Naymanlar, sharqda Mo'g'ollar va o'rtada Kiroitlar. Temuchin va O'ngxon birlashib Naymanlar ustiga yurish qildi. Bu yurishda Nayman xoni o'ldirildi. O'ngxonning o'g'li Shingun esa dushman qo'lida asirga tushish arafasida Temuchinning lashkarlari tomonidan qutqarilgan edi. Temuchin o'z mavqeini mustahkamlashga intilib, katta o'g'li Jochi uchun O'ngxonning qizini so'rab, evaziga O'ngxonning nevarasi Shingunning o'g'liga o'z oilasidan bir qiz berishini aytib, ular orasidagi aloqani yanada mustahkamlashni istadi. Ammo O'ngxonning o'g'li Shingun o'zini ustunroq deb hisoblagani uchun bu taklifni rad etdi. Temuchin bundan qattiq ranjidi.
Shu tariqa Temuchinning mehr-muhabbati susayganini sezgan Jamuxa 1203-yilning bahor faslida Temuchinga nisbatan gina adovati bo'lganidan O'ngxonning o'g'li Shingun huzurida uni yomonladi. Shingun otasi O'ngxonni bir necha urinishdan so'ng hiyla bilan Temuchinni yo'q qilishga ko'ndirdi. Shingun hiylasi qabul qilingach, Temuchinga xabar yuborilib, O'ngxon qizini Temuchinning o'g'li Jochiga nikohlashlari aytildi va uni unashtiruv marosimiga taklif qildilar. Mazkur taklifga muvofiq Temuchin 10 kishi bilan yo'lga chiqdi. Yo'l-yo'lakay u Mo'nglikning uyida to'xtadi. Mo'nglikning maslahatiga ko'ra Temuchin o'zi bormay, o'rniga odamlarni yubordi va o'zi ortga qaytdi. Temuchinning o'rniga uning odamlari kelishi bilan kiroyitlar masalani sezdirib qo'ydik. Ertaga erta turib, uni qamal qilib qo'lga olamiz deb qaror qildilar. O'ngxonning odamlarining biridan ushbu rejani eshitgan Bodoy va Qishliq ismli ikki cho'pon darhol Temuchin huzuriga borib, eshitganlarini so'zlab berdilar. Temuchin Bodoy va Qishliqning so'zlariga ishondi va bir kechada barcha chodirlarni bir joyga yig'ib tashlab, tobelari va yaqinlari bilan bir tog' yonbag'riga ketdi. Temuchin va kiroyitlar Xalaqaljit, Qalaqaljit qumlarida to'qnash kelishdi. Kiroyitlar son jihatdan ustun bo'lganligi sababli Temuchin tun yarmida jang maydonini tark etdi. Ushbu jangda kiroyitlardan O'ngxonning o'g'li Shingun yaralangan bo'lsa, Temuchinning o'g'li ham yaralangan edi. Ushbu jangdan so'ng Temuchinning qolgan qo'shinining soni 2600 kishi edi. Temuchin qo'ng'irotlarni o'ziga itoat etishini istadi va oradan ko'p vaqt o'tmay ularni o'z safiga qo'shib olishga muvaffaq bo'ldi. Qo'ng'irotlarni o'z hukmronligi ostiga olgan Temuchin O'ngxonga chopar jo'natdi. Ikki o'rtada bir necha bor elchilar borib kelishdi. Baljunaga chekingan Temuchin 1203-yil yozini shu yerda o'tkazdi. U bilan birga bu og'ir kunlarni boshidan kechirgan sodiq izdoshlariga keyinchalik Baljuna ahdi deb nom olgan mashhur sadoqat qasamini ichirdi. Bu qasam ularga katta obro' va e'tibor keltirdi. Temuchin qo'shini bilan yo'lga chiqdi. Qasor ishtirokidagi hiyla mo'g'ollarga kiroyitlarga Jejer undurda pistirma qo'yish imkonini berdi. Temuchin Jejer undurga joylashgan O'ngxonga hujum qildi. Ushbu jang 3 kun davom etgan bo'lsa-da, Temuchinning hal qiluvchi g'alabasi bilan yakunlandi. O'ngxon va uning o'g'li Shingun qochishga muvaffaq bo'ldi. Ammo O'ngxon Nayman qorovul bo'linmasiga o'zini kiroyitlar xoni ekanligiga ishontira olmagach, o'ldirildi. Shingun esa Tangutlar o'lkasi tomonga qochdi. Kiroyitlar tormor etilgach 1204-yilga kelib, Temuchin va uning tarafdorlari Mo'g'ulistonning markaziy va sharqiy qismlarida katta kuchga aylangan edi. Ularga qarshi turgan yagona yirik kuch G'arbiy Mo'g'ulistondagi Nayman xonligi, hukmdori Toyon xon va Temuchinning azaliy raqibi Jamuxa boshchiligidagi qabilalar ittifoqi edi. Temuchinning tezkor yuksalishi Naymanlarning diqqatini tortdi. Naymanlar Mo'g'ollarning muvaffaqiyatini O'ngxonning ojizligi bilan bog'lab, Mo'g'ollar bilan hisob-kitob qilishga qaror qildilar. Nayman hukmdori Toyon xon Temuchinning kiroyitlarni tormor etgani haqida xabar topgach, uning tobora kuchayib borayotganini ko'rib, bu xavfni bartaraf etish maqsadida qo'shin to'play boshladi. Oldingi janglarning mag'lublari Temuchinning azaliy dushmanlari bo'lgan Jamuxa va boshqa muxolif qabilalar Toyonxon atrofida to'plangan edilar. Toyonxon Temuchinga qarshi
Sin imperiyasi xizmatida chegarani qo'riqlayotgan Ongut Anki turklarning yordamini qo'lga kiritishga urinardi. Toyonxon tomonidan Temujinga qarshi kutilmagan hujum uyushtirishga undalgan Ongut hukmdori Oloqush oradan ko'p o'tmay Temujinni bu voqeadan xabardor etdi. Toyonxonning tayyorgarligidan xabar topgan Temujin 1204-yil bahorida qo'mondonlarini qurultoyga chaqirdi. Qo'mondonlarning aksari bu faslda otlar zaif ekanligini, harbiy harakatni kuzgacha kechiktirish maqsadga muvofiq deb hisoblashlarini aytishdi. Biroq Temujinning kenja, eng kichik ukasi Temugu va o'gay ukasi Belgutoy esa bunday xabarni eshitib, darhol hujumga o'tish tarafdori edilar. Temujin ularning hayajoni va g'ayratini maqtagandan so'ng harakatga kirishdi va harbiy safarga tayyorgarlikni boshladi. Temujin Naymanlarga qarshi harbiy safarga chiqishdan avval qo'shinini tartibga solish maqsadida turli harbiy islohotlar amalga oshirdi. Asosiy harbiy islohoti qo'shinini 10lik tizim asosida 10lik, 100lik, 1000lik bo'linmalarga bo'linishi bo'lgan. Yana Keshik nomidagi xonning xos soqchilar bo'linmasi tuziladi. Bu haqida keyingi qismda batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Temujin otlar hali qishdan to'liq tuzalmagan bo'lishiga qaramay, erta bahorda g'arbga, Naymanlarga qarshi yurish boshladi. Temujin o'z qo'shinining son jihatdan Naymanlardan kamligini yashirish va ularni qo'rqitish maqsadida bir askarining taklifiga binoan har bir jangchiga 5 tadan gulxan yoqishni buyurdi. Nayman josuslari ko'p sonli gulxanlarni ko'rib, Toyonxonga osmon yulduzlaridan ko'ra ko'proq olov bor degan xabarni yetkazishadi. Qo'rqoqligi va qat'iyatsizligi bilan tanilgan Toyonxon tashvishga tushib, orqaga chekinishni va dushmanni pistirmaga jalb qilishni taklif qildi. Ammo Toyonxonning o'g'li Kushluk otasining taklifini qo'rqoqlik deb hisoblab, uni masxara qildi va ortga chekinishga qarshi chiqdi. Toyonxonning qo'mondonlaridan Qo'zi Suboch unga "Otang Inonchixon hech qachon o'z jangchilarining orqasini va otining orqa tomonini teng kuchdagi dushmaniga ko'rsatmagan. Qanday qilib endi sen tong saharda jasoratingni yo'qotyapsan? Agar senga shunchalik qo'rqoqlik xosligini bilganimizda, ayol bo'lsa ham onang Gurbesuvni chaqirib, qo'mondonlikni unga topshirgan bo'lardik", dedi. Bu haqoratdan g'azabga to'lgan Toyonxon Temujinga qarshi jang qilishga qaror qildi. Mo'g'ullar jangovar saf tortganda Naymanlar Naqu tog'ining etaklariga chekinib, u yerda mudofaa chizig'ini tuzib saf tortdilar. Temujin qo'shinlari Naymanlarni quvib boradi. Ikki qo'shin orasida shiddatli jang avj oldi. Naymanlar tog' tepasiga chiqqan holda himoyalanishga urinishadi. Naymanlarning mag'lubiyatga uchrashini oldindan sezgan Jamuxa jang maydonini tark etdi. Kechga borib jang taqdiri hal bo'ldi. Mo'g'ullarning g'alabasi aniq edi. Temujin qo'shinlari kechasi tog'ni qurshab oldi. Nayman askarlari tunda qochishga harakat qilishadi. Ammo ko'plari qoyalardan qulab halok bo'ldi. Toyonxon og'ir yaralangan va o'lim yoqasida edi. Ertasi kuni Toyonxonning tirik qolgan sodiq jangchilari jonini fido qilib, yana jangga kirishdilar. Ularning umidsiz jasoratidan hayratga tushgan Temujin ularni asrab qolmoqchi bo'ldi. Biroq ulardan hech biri taslim bo'lmadi. Barchasi jang qilib halok bo'ldi. Yarasi ko'pligi va ko'p qon yo'qotganidan Toyonxon halok bo'ldi. Toyonxonning o'g'li Kushluk qochib qutulishga muvaffaq bo'lgandi. Ushbu g'alabadan so'ng Temujin
Nayman xalqining katta qismini o'z hukmronligi ostiga oldi va Nayman yerlarini o'z sarhadlariga qo'shib oldi. Naymanlar mag'lubiyatga uchragan paytlarda Nayman xoni To'yonxonning saroy kotibi, Uyg'urlarga mansub bo'lgan Tatatunga Mo'g'ullar qo'liga asir tushgandi. Temuchin uni o'zi bilan olib ketadi. Bunga sabab esa u yakson bo'lgan davlat muhrlarini hanuz o'zida saqlab kelayotgan edi. Tatatunganing sadoqatidan qoyil qolgan Temuchin uni o'z xizmatiga oladi. Shu tariqa Temuchin huzurida Tatatunga ishtirokida Mo'g'ul muhrdorligi lavozimining ilk asoslari shakllana boshladi. Tatatunga Temuchinning o'g'illariga Uyg'ur yozuvida Mo'g'ul tilida yozishni o'rgatish, shuningdek vazirlik darajasiga tenglashgan lavozimning dastlabki ko'rinishi sifatida rasmiy hujjatlarning ostiga muhr, tamg'a bosish va shu orqali ularni rasmiylashtirishni ko'rsatish vazifasiga tayinlangan edi. Temuchin Naymanlar ustidan g'alaba qozonganidan so'ng merkitlarga qarshi yurish boshladi. U Merkit xoni To'xtobekining qo'shinini tormor keltirdi. To'xtobeki esa Nayman xoni To'yonxonning o'g'li Kushluk tomon qochdi. Shu tariqa Temuchin merkitlarni bo'ysundirdi. To'xtobeki Kushluk bilan birlashdi. 1205-yil bahorida Temuchin Merkit xoni To'xtobeki va To'yonxonning o'g'li Kushluk ustiga yurish boshladi. Temuchin Buxtarma daryosi yaqinida ularga hujum qildi. Ushbu jangda To'xtobeki o'q tegishi sababli halok bo'ldi. Uning o'g'illari kesilgan boshini olib, Qipchoqlar yurtiga qochib ketishdi. Kushluk va uning odamlari najot topish umidida Qoraqitoylar hududiga qochdi. Temuchinning To'xtobeki va Kushluk ustiga yurishi Mo'g'ullarning maxfiy tarixida 1205-yilda bo'lgani qayd etilgan bo'lsa, boshqa tarixiy manbalarda 1208-yilda yuz bergani ko'rsatilgan. Temuchin merkitlarning qolgan kuchlarini yakson etish uchun Subutoyni yubordi. Merkitlarning qolgan kuchlari Subutoy tomonidan butunlay tormor qilindi. 1204-yilda bo'lib o'tgan jangda Nayman xoni To'yonxon mag'lubiyatga uchragach, Jamuxa butun ittifoqdoshlaridan ayrildi. U yonida faqat 5 sodiq do'sti bilan tog'larda qochib yurdi. Oxir-oqibat Jamuxaning o'z odamlari uni qo'lga olib, Temuchinga topshirishga qaror qilishadi. Ular asirga olgan o'z xonini Temuchinning huzuriga olib bordilar. Temuchin ularning Jamuxani sotganini ko'rib, qattiq g'azablanadi. O'z xoniga xiyonat qilgan kishilarning yashashga haqqi yo'qligini aytadi va sotqinlarni darhol qatl ettiradi. Temuchin o'z do'stini to'liq kechirishni, eski do'stligini tiklashni, uni o'z safiga qo'shilishni va ittifoqchi sifatida birga ishlashni taklif qildi. Ammo Jamuxa bu taklifni rad etdi va qoni to'kilmasdan o'ldirilishini so'radi. Temuchin uning iltimosini qabul qildi va Jamuxa zodagonlarga xos tarzda qoni to'kilmasdan o'ldirildi. Jamuxaning yo'q qilinishi, shuningdek tatarlar, kiroitlar, naymanlar, merkitlar va boshqa mayda qabilalarning o'z yetakchiligi ostida birlashtirilishi uni butun mintaqaning yagona va eng qudratli kuchiga aylantirdi. Mo'g'ullar 1205-yilda Sisya, Tangut qirolligining chegara hududlariga bostirib kirdilar. Bu rasmiy sababga ko'ra Kiroitlar xoni To'g'rilxonning o'g'li Shingunga boshpana berilgani uchun qasos tarzida amalga oshirilgandi.
Temujin nazarida agar eski dushman rahbarlar uning nazoratidan tashqarida o'z faoliyatini davom ettirsa, u barpo etayotgan yangi ijtimoiy tartib izdan chiqishi mumkin edi. Biroq bundan ko'ra amaliyroq sabablarga ko'ra bu yurishlar birinchidan Mo'g'ul iqtisodiyotini yangi boylik va chorva bilan boyitish, ikkinchidan Sisiya qirolligi haqida ma'lumotlar to'plash, uchinchidan esa turli qabilalardan tashkil topgan yangi qo'shinlarni jangovar tayyorgarlikda ushlab turish hamda endigina shakllanayotgan Mo'g'ul davlatini himoya qilish maqsadida yarim dushmanona davlatni zaiflashtirish uchun qilingan bo'lishi mumkin. Mo'g'ullarning Shingunni qo'lga olish yoki yo'q qilishga bo'lgan urinishlari samarasiz yakunlandi. Ammo ular behisob o'ljalarni, ayniqsa ko'plab tuyalarni qo'lga kiritdi. Shingunning qo'shinlari tomonidan amalga oshirilgan talonchiliklar tangutlarni o'z hududidan Shingunni quvib chiqarishga majbur qildi. Temujin 1206-yilning bahorida Anon daryosining yuqori oqimida qurultoy chaqirib, unga barcha o'ziga bo'ysungan va yengilgan turli-tuman qabilalarning boshliqlarini taklif qildi. Ushbu qurultoyda Temujin barcha qabilalar tomonidan Ulug' xon, Xoqon deb e'lon qilindi va Tep-Tengri nomi bilan tanilgan bosh shomon Ko'kechu butun xalq orasida Chingizxon unvonini berdi. Chingizxon o'z fikriga ko'ra har bir ishga bir qoida, har aybga bir jazo belgilagan edi. U tatar qavmlari yozuvi bo'lmaganligi sababli Mo'g'ullarga Uyg'ur yozuvini o'rganishni buyurdi. Uning istagiga ko'ra belgilangan qonunlar yozuvi o'tkazildi. Ichida qonunlar yozilgan qog'oz o'ramlarining hammasini Yasa nomai buzurg, Yasa buyuk kitobi deb nomladi. Bu kitobning nomi manbalarda Yasoq, Yoziq, Yasik, Yasa, Yaso deb keltiriladi. Ibn Kasir Al-Bidoya va Nihoya kitobida Mo'g'ullarning dasturi bo'lgan Yasa kitobidagi ba'zi hukmlarni Juvayniydan shunday naql qiladi. Zino qilgan kimsa xoh uylangan, xoh uylanmagan bo'lsin, o'ldiriladi. Kim bachchabozlik qilsa, sehr bilan shug'ullansa, oqmas suvga bavil qilsa yoki oqmas suvga sho'ng'ib cho'milsa, asirga taom bersa yoki asirga yeydigan narsa tashlasa, o'zi yeb yonidagiga bermasa, o'lim jazosiga tortiladi. Hamda birovga ovqat bergan kishi avval o'zi yeb ko'rsatishi lozim. Barcha ko'chmanchi turli-tuman qabilalarni birlashtirgan Chingizxon yagona bir ulus yaratdi va bu ulusga Mo'g'ul ulusi deb nom berdi. Mo'g'ul imperiyasiga boshchilik qilgan Chingizxon keskin harbiy islohotlar amalga oshirib, natijada dunyodagi eng qudratli qo'shinlardan birini tashkil etdi. Ushbu qo'shin Chingizxon hokimiyatining tayanchi, uning qudratining asosi bo'lib, u a'lo darajadagi jangovar tayyorgarlikka, qat'iy intizomga va mukammal harbiy tuzilmaga ega edi. Chingizxon o'z qo'shinini eski qabila yoki urug' tamoyillari asosida emas, balki qat'iy o'nlik tizim asosida qayta tashkil qildi. Bu tizim harbiy intizomni kuchaytirdi, qabilalar aro ziddiyatlarni bartaraf etdi va markaziy hokimiyatga bo'ysunishni ta'minladi. Mo'g'ul jangchilarining asosiy quroli o'q-yoy edi. U dasht urushlari, janglari uchun eng qulay va umumiy qurol sanalardi. Shuningdek, ularning jangovar aslahalari orasida dushmanni ot ustidan tortib tushirish uchun mo'ljallangan temir ilgakli nayzalar, egri qilichlar va qisqa boltalar ham bor edi. Har bir Mo'g'ul jangchisi o'zi bilan kamida 3 ta ot olib yurardi. Bu esa ularning doimiy jangovar tayyorgarligi va yuqori harakatchanligini ta'minlardi. Keshik nomidagi xonning xos soqchilar bo'linmasi tuzilganda, kunduzgi xos soqchilarning soni 70, tungi xos soqchilarning soni 80 nafardan iborat edi.
Keshiklarning tarkibiga shuningdek o'qchilar, oshpazlar, axtachilar, xo'jalik ishlari mutasaddilari ham kiritilgan. Chingizxon keshik tuzilishiga sezilarli o'zgarishlar kiritadi. Uning sonini 10 ming nafarga yetkazadi. Ushbu keshik tarkibiga asosan zodagonlar va no'yonlarning farzandlari yoki butunlay erkin odamlargina kira olgan. Keshik bo'linmasining hatto eng oddiy askari ham qo'shinning boshqa qismlaridagi mingboshlardan ham yuqori mavqega ega edi. Chingizxon esa o'zining eng ishonchli sarkardalarini aynan shu keshik deb atalgan xos soqchilari bo'linmasidan tanlardi. Mo'g'ullarning bosh shomoni Tep-Tengri nomi bilan tanilgan Ko'kechu o'zining diniy, ruhiy hokimiyatidan foydalanib, Chingizxonning siyosiy hokimiyatiga tahdid sola boshladi va uning oilasi ichida kelishmovchiliklar keltirib chiqardi. Chingizxonning rafiqasi Bortay xotun vaziyatning xavfliligini anglab, erini ogohlantirdi. Natijada Temugu Chingizxonning yashirin roziligi bilan Ko'kechuning o'limini tashkil etdi. 3 nafar soqchi uning qonini to'kmasdan belini sindirib o'ldirishdi. Chingizxon 1207-yilda o'g'li Jochini o'rmon xalqlarini o'z hukmronligi ostiga olish uchun yubordi. Oyrotlar jangsiz taslim bo'ldi. Jochi oyrotlar, buryatlar va boshqa qabilalarni bo'ysundirgach, qirg'izlar tomon yo'l oldi. Qirg'izlarni ham bo'ysundirgach, u orqaga qaytdi. Oyrotlar birinchi bo'lib taslim bo'lganligi sababli Chingizxon Oyrot hukmdorining o'g'illariga o'z qizini va Jochining qizini nikohlashga bergan edi. Shu tariqa yer yuzidagi o'lchovni butkul o'zgartirib yuborgan yangi, uchinchi kuch dunyoga keldi. Videolarimiz ko'proq kishiga yetib borishi uchun obuna bo'lib, do'stlaringizga kanalimiz linkini tarqatishingizni va videolarimizga like va izoh qoldirishingizni iltimos qilib qolamiz.